Assalomu alaykum barchaga. Mana shu ish jarayonimizda qisqacha video olishga qaror qildim sizlarga. Detallarni tahvilotda kraska qilishga taxlangan holda. Mana kraska qilishni boshladim hozirdan. Kraska bo'ldi. Biz parashkon kraska bilan ishlaymiz. Bu kraska parashkon bo'ladi. Jiddiy kraska emas. Mana mazza qilib qo'ygan narxga qo'yilgan, o'ynab sepibdi. Meditsina shkaflar. Mana shu eshiklarni sepamiz. Shkafni o'zimiz sepamiz. Doktorxonalar bo'ladi bu shkaflar. Mana shu yarim yoq tomonlarini o'z sepamiz. Shular ko'rasizlar video davomiga. Mana shu eshiklar shu yarim yoq tomonni. Mana shunaqa bo'lib pechkani pishib chiqadi. Bu 190 gradusga 15 minut turadi. Bu videoni birinchi marta video ustiga ovoz yozaman. Videomiz yoqqan bo'lsa albatta bitta like bosib, videoga kommentariy yozib qoldiringlar. Shu tariqa ish jarayonidan sizlarga qisqa videolar qo'yib boraman. 90 minutda glans bo'ladi bu. Parashkon kraskaga. Keyingi videolar ko'rishguncha xayr, like bosishlardan